Toshkentda kuniga 500 kilo go'sht sotadigan joy ko'rsataman. Ketdi. Ana nimaga go'sht qimmat bo'lib ketyapti? Betga kelsanglar, butun Toshkentda qo'y go'shtlarini shetda sotishyaptimi deb o'ylab qolasiz. Umumiy hisobda kuniga yarim tonnaga yaqin go'sht sotishar ekan. Yana pashti shuncha hisobda balu go'shti ham bor. Bu joy o'zini mazali bug'lamasi, Buxorochi vagorisi, tilladay bo'lib pishgan baliqlari bilan mashhur. Bug'lamani yorib qo'yishadi. Vagori ham sochni pishgan. Ta'mini hamma biladi. Lekin bu yerda yangicha qozon kebabga o'xshagan ovqatliga ham bor ekan. Mazasi prosta bomba. Bunda xolen bo'yin go'sht, xolen qo'zichoq qo'li, xolen matalashkasi bor. Go'shtlari yumshoq ilidek bo'lib ketgan. Suyelani go'shtdan ajrashini qaranglar. Shuni o'zidan ham go'sht qanaqa pishganini bilsanglar bo'ladi. Kelganda albatta yeb ko'ringlar. Tavsiya qilaman. Salqinda, chiroyli musiqa fonida yaqinlar bilan shunaqa ovqat yeyishga nima aytsam? Go'shtsizroq ovqatinglar yo'qmi desam, shunaqa go'sht solingan non olib kelib berishdi. Buni ham ichi to'la go'sht. Ajoyib. Agar shirinlik xohlasanglar, San Sebastian cheesecakening 2 xili bor ekan. Bittasi malinali, bittasi fistashkali. Issiq joylar bilan zo'r ketadi. Narxlar nima deyapti? Arzonmi yo qimmat? Kommentda yozinglar. Adres Chilonzor 25, Ekosiyol parki yonida, Chavandoz. Videoni Go'shqor o'rtoqligiga yuborib qo'yamiz. Aniq lokatsiya Telegram kanalida.